Diqqat, hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga dahshatli qotillik haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Holat 2025-yil 28-dekabr kuni Surxondaryo viloyatining Uzum tumanida sodir bo'lgani aytilmoqda. Voqea shunday bo'lgan: kelinning qaynotasi va boshqa qarindoshlari oilaviy nizoni tinch yo'l bilan hal qilish maqsadida kuyovning uyiga borishgan. Ammo bu urushdan ommaviy vahshiylikka aylanib, kuyov tarafdan 5-7 nafar shaxs temir buyumlar bilan qurollanib, qaynota Raqibovning bosh qismiga urib, shafqatsizlik bilan zarbalar berishgan. Hatto u hushsiz holga tushganidan keyin ham do'pposlashadi davom etishgan. Natijasida Raqibov shifoxonada operatsiya vaqtida vafot etgan. Shuningdek, mushtumzo'rlar fuqaro Raqibov S.ga ham og'ir tan jarohati yetkazishadi va u ayni damda shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda. Kaltaklash, kamlik qilgandek og'ir ahvoldagi qaynota shifoxonada olib kelinayotganda kuyovning qarindoshlari tomonidan yo'l to'sib qo'yilgan. Mashina haydovchisi ham kaltaklanib, unga nisbatan tahdid qilingan. Bir amallab bemor davlat shifoxonasiga olib kelinganidan keyin ham shifokorlarning e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli 4 soat davomida qaynota tibbiy yordamsiz qolgan. Iddao qilinishicha, shifokorlar bemorni qabul qilishdan bosh tortishgan. Rasmiy ma'lumot kutilmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroligimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qoldiring.